İstanbulga xush kelibman. Shoshmayli. O'zi Istanbulga qanaqa kelib qolgan to'g'risida gaplashsak. Bugun xudo xolasa vlog formatida video bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Men Turkiyaga ketyapman. Xudo xolasa bugun 31-dekabr hammani kirib ketgan yil bilan albatta tabriklayman. Va do'stlar, nima desam bo'ladi 31-da mana chamadanlar hozir olib keltirdim. Ko'rishingiz uchun salifalar hech narsa ochib turmadi. Salifalardan mana turibdi shunday chamadan olib keltirdim. Va bunga 2 kun davomida, ya'ni bugun 31 va 1-da, men 1-chi kech payt uchaman, ya'ni 2-da ertalab bo'ladi, o'sha payt uchaman. Xudo xolasa yaxshi yetib olishim nasib qilsin va sekin-sekin narsalarni qo'yaman. Albatta Turkiyada bir hafta agarda o'xshab qolsa yana bir oyga qolishim mumkin. Shuning uchun ko'proq kontent bo'lishi uchun like bosib qo'yinglar. Bu videoni albatta Turkiyaga borgandan keyin sirasi chiqarishga harakat qilaman, aeroportda qanaqa nima bo'layotgani uchun. Shuning uchun men meta ochka ham olganman. Ko'rishingiz mumkin. Kamerasi bo'ladi, buni bilasizlar, mana meta. Shunaqa. Bu yerda men tayyorlagan narsalar mana bunaqa yostiqchalarni tayyorlaganman. Yostiqchalarni xona bardak, o'shaning uchun ahmad bersam qilib digin ishlab ketamiz va bu yerda Donor akamning sovg'alari bor. Donor akam tug'ilgan kunlariga ketaman o'zi. Donor akam tug'ilgan kuni 1-da, ama 2-da u yoqqa ketib boraman. Bu sovg'alarni bu ham mana bu yoqqa ketadi. O'sha davomida 2 kun davomida, ya'ni 31 va 1-yanvar kunlari chamadanni yig'aman. Albatta buni video qilib ko'rsataman. Shunaqa xudo xolasa aeroportdan ham umuman narsalar to'g'risida ham videolar qilaman. Juda hayajonlanib ketaman 2 kun qoldi atiga. Shunaqa gap. Hammaga rahmat. Unda keyingi kadrda ko'rishamiz. İstanbulga ketish reysi boramiz. Video olish ruxsat qilgan bilmadim, lekin odam ko'p. Hop. Bo'ldi, aeroportga kirib oldim. Ichiga xudo xolasa endi samolyotga chiqishni kutsak bo'ldi. Yani bizning reys 3:30 da uchiladi, xudo xolasa. Bu degan soat 2:30 yo'q. 1:30 soat 1:30 bo'ldi. Endi bir soatdan keyin chiqib olsa kerak deb o'ylayman. Xudo xolasa odam juda ham ko'p, ayniqsa Istanbulga o'tganlar ham ko'p. Oynadan oldin joy bo'lmadi, katta ehtimol. Oynadan oldin kadr olib ketmoqchi edim. Menga nasib qilmabdi, balki nasib qoladi. Yaxshi niyat. Shunaqa. To'g'risi kadr ololmadim. Yo'lga ketganda, chunki onam, jiyanim kuzatib borishdi. Onam juda ko'p uchganlar. O'shaning uchun bilganlari uchun narsalar gapirib, tanbehlar berib keldilar. Shunaqa gap. Xudo xolasa Istanbul aeroportdan ham video kutinglar, bo'lmasa bum qilaman, samolyotga chiqayotgan bo'lamiz. Samolyotga o'tirib oldim. Video olish mumkin bo'lsa ekan. Samolyot atrofini ko'rsatamaydi. Turk yo'llariga. Samolyot oldi, qo'yildi. Xolasa, samolyot olishni nasib qilsa, sekin hamma joyga o'tirib oladi. Emniyetiniz için oturduğunuz sürece kemerinizi bağlı tutmanız ve valiz dolaplarını açarken dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatırız. Kabin emniyeti kuralları gereği dışlarında sigara Muhteşem soğuk İstanbul. Ah İstanbul.
Hop do'stlar, Istanbul aeroportidaman va xolisi hozir bagajimni olishga ketyapman. Bilmayman, men bilan keyin bir to'la samolyot odam yo'qotib qo'ydim. To'g'risi qidirib yuribman. Doniyor akam telefon qildim. Yaxshi telefon qilmay bo'lmasa hozir boshiga kirib ketardim. Keyin kelmayman ulardan. Hozir juda katta ekan aeroport, rostdan ham juda katta ekan, ishoninglar. Hozir zo'r video olmay, qilib video olish ruxsat bo'lsa bo'ldi. Shunaqa gap. Sekin aylanib yurmay, o'sha joyga ketish uchun topib, xudo xolisi. Qidiryapman, pasport kontroli. Ha, topdim. Hop, mana. Pasport kontroli. Mana shu kerak edi. Lütfen hozir sekin men ketaman. Xudo xolisi zo'r o'tdi. Pasport kontroli hech narsa deyishmadi. Endi xudo xolisi chiqsam bo'ldi. Bagajlarimni olib, sekin hoppa. Juda hayajon kuchli. Doniyor akam kattalar, bilet bir 20 tikalar keldi. Shunaqa gap. Men niyat qilib qo'ydim o'zi. Quyosh chiqishini ko'ramadim. No, Istanbulda juda kech chiqar ekan. Soat 6:50 dan 7 dan chiqmadi даже. Nasib bo'lsa ekan, mayli. Shunaqa gap. Istanbul aeroportda shunaqa gaplar. Tashqarida judayam sovuq, ishoninglar, qor yog'ayotgan, rostdan ham вообще sovuq. Istanbul o'zi ancha qor yog'ayotgan ekan. Va men kelishim qor yog'ayotdi. Bu ham bir yaxshi narsa. Qor ko'rib ketaman, xudo xolisi. Va shunaqa gaplar hozir ham tushamiz. Shu. Bu hissiyotlar aslo bo'lishmasa bo'lmaydi. Va aeroport juda katta, ishoninglar, men 15-oyda keldim. Yurib. Va sekin bagajimni qidirib yuraman. Hammani topdim. Qatorda bo'lsa kerak 371 reysim. Istanbul atmosferasini his qilyapman. Turkcha gaplashyaptim. Men buni seriallarda ko'rganman. Chunki turkchani ozmoz bilajakman. Biliyorum. İşte aslan. Turkçe var mı? Bir şey bu narsa. Boshqacha kayf bo'larkan. 371. Yo'q. Bu benden emas. Çok hayratda kaldım. 371. 371. O'zi stretch bilan o'ralgan bo'lsa, anaqada o'zbeklarniki bo'ladi. Chunki bizdan yarimdan ko'p stretch edi. Ancha hali chiqmadim bizani, chiqdim. Aram. Men qidirib yuribman. Bagajimni qidirib yuribman. Biling. 371. Ana nechi? Qarashganmiz. Shu kana qadar stretch bo'lib turardi. O'zi stretch bo'lganini topishim kerak o'ylab qarasa. Va qidiryapman. Aylanib yuribman. Chilni olib qarasa yaxshi. 371. Nerda? 371. Kom ko'kiganiki men to'g'rang edi. Chiroyli edi. Chiroyligim bilan qatta qadaraman endi men. Yo'q, orqada yana joy bormi ekan? Orqada вообще ko'p joylar bor. Shuning uchun. Yo'q. Bu tarafda enmadi, skip berdim. Shunaqa bagajimni qidirib yuribman. Zo'r narsa ekan. Aeroportga kelib, bagaj qidirib yurish. Necha minutdan beri video olman. Abi, excuse me. 371 nerede? Bilmiyor musunuz? 371 yok. Taşkent, İstanbul. Şey mi? Da. Ekranlar var. Aha. Teşekkürler abi. Turkçani qittish adam ko'rgan edi. Endi qidiramiz hozir. Короче, abi monitorga qarab yurdi. Shunaqa qildim. 371 ekan. Topdim. 21 A ekan. 21 son o'zmanga yo'qadi. Bu bilasizlar.
O'tda juda ham zo'r. Turk bilan gaplashdim, bir necha turk bilan gaplashdim Istanbulga kelib. Yaxshi. Istanbuldan kamida bir 5 video chiqarishim kerak. Xohlasa aeroportdan ham video olavmi? Hamma menga qarayapti. Men farqi yo'q. Ular mana bir kun ko'radim, 2 kun ko'radim. Вообще gitara ishoninglar. Qaranglar, hozir 20A bor, 21 yo'q u yog'i. Menimcha Duty Free'dan keyinmi deyman, hayronman. Yigirma bir A. O arablar ko'p qoldim. Yalla habibi deb ketdingmi? Va ursa kerak. Mahramlar bilan yuribdilar. Nasib qilsa bizga. Hop 23 ekanapti. 21. Qara 23 bor ekan, 21A. Yigirma bir A. Qarab yuribman endi. Tepadan yoki man bagajim tushmadim. 23 o'tdi. Topdim, 21 o'tdi. Voy, bagajlarım chiqdi. Bitta bagajim bor, shundoq. Topam bitta zo'raman mana. Voy, rekord. Rekord kerak bo'lsa. This mine. Почни манекен? Почни манекен. Najga. Topdimmi men seni? İstanbulga xush kelibman. Yeah. Yara. What's up, baby? Abiye. Sovqatib qoldim. Men uxlamadim mana. Ko'zimga qarang. Bitta xizmat tanish. O'g'limni shunday qilsangiz birada uxlab ketdilar bor. Pasha. Tek o'ylamagan. O'sha Haqqa. hozir tualetga. Sovqatib ketdi. -1 gradus tashqari ashay bor. Mana buni xatto oldingmi? Bar. Mikrofon sizlarni fahamingiz yaxshi. Ya, aka uzr, mehmonni aytaylik. Balla. Mayli. Qornim ochib ketdi. Hozir avtobusga boramiz, to'g'ri biroz yo'lda. Ushlab tur. Kirib chiqash bilan endi. Bo'pti. İngilizce gaplashganlar stewardessalar. Nomchisi. Yo'q, qara, orqasi dengizda, mana shu prям orqasi dengiz. Qora dengiz, o'shani topgan. Qora dengiz, ana kartada ko'rib keldim. Ana mavi dengiz, qora dengiz. İstanbulga xush keldim. Mashina ichkarida, pastda birinchi qavat. Parkovka birda. Shunda bordim, mashina joy topdim, shunda qo'ydim. Yolg'on bilmayman-da. Yolg'on bilmayman. Вообще katta qo'ydim, nima ekan? Hech qanday yaxshida joy bor. Bilmadim, katta deyishadi. Vроде menga katta tuyulmaydi endi. Yo, mana anaqa mana O'zbekiston bilan solishtirsangiz, nereal katta. O'zbekiston bilan solishtirsam uncha aeroport katta. Yo, men lekin yangi O'zbekistonni ham bilmadim, yangi O'zbekistonda ham. Ya, yangi O'zbekiston chunki nereal katta-ku. Ay, to'g'ri turibdi. Ha, sen har bittasini narxini deyapsan. Defender, qarang, Defender. Yo, qara. Bu yoqda arzon mashina bo'lmaydi. Nega? Chunki bu yoq. BYD chempion. BYD chempion. BYD Seal UDMI bu. BYD chempion bu bizda. BYD Seal UDMI. Bizda BYD chempion. BYD Seal UDMI deyapman. O'tirib Kelasan, qara. Bu MGGT. Bu yoq parkovkaning ichida parkovka tushmoqsam. Bu yoqqa seryo'z mashina kiradi. 12 tashlaymi shunaqami? Yo'q, yo'q unik emas. Bu vaqtda, bu vaqtda. Hamma CLS adashmasam. CLA bo'lsa kerak bu. Примерно. Panamera. Boshqa emasmi? Porsche Panamera. Gelik. Gelik. Eski versiya shekilli. 2023 bo'lsa kerak, 22 mi? 23 atab uribdilar-ku. Yonidan chuqurga olganlar. Yomon uribdi. Voy, chiroyligina. Tejja. Mashinadan qimmat turadi joy kelsa, avtoritetda. Vaqtda rasmiy olib qo'ying, ular mana yuring. Turkiya Jumhuriyati degani, ano, как UZB. Tushunarli. Lekin bilmadim, hamma yer tashiydi bormi? Rus kilometr turibdi, o'netda. Banan. Bananmi, tilla mana.
bu ham rasmiy oqonasi degan Doniyorga bo'lmaydi. Вообще-ku. Tepaga chiqamiz, olisdan tepasiga nima chiroyli. Ya, pastda ovoz tepa. Chiqish. Necha qavatgan? 1, 2, 3, 6, 7. tashqari ko'rsatyapman. Salom qadrli do'stlar, bugungi Istanbul tripimizga xush kelibsizlar. Bugun biz Fayzullo bilan birga o'z zavtri qilgani dengiz bo'yiga, Galataga boramiz. Gal Turkiya kiramizki? Men o'yimni kartasini olganman, biznikiga ketgan. Ularni oltin kartamiz. Real oltin kartamiz kecha oldim. Iltimos qilib men oltin kartamiz ko'ringlar. Ha, nomer olmuş qilib. Ha, va. Men tupoy emasman, o'zi. Shunaqa kartamiz. Galataga boramizmi? Galataga. Galata Kulesiga emas? Ha. Dengiz bo'yi. Endi dengiz bo'yida suvda anaqa boraylik. Polatikaga bitta choy ichib kelamiz. Zavtrak. Yo, to'xtang, gostinsamizda zavtrak bor-ku. 12:30mi? 12:30 yozilgan to'g'risi ko'rdicha. 12:30gacha mashinada uxlaymiz. Challenge bo'ladi. 4 soat mashinada uxlaymiz. Mashinangiz qayerda? Men Siyala, bu anaqa. Buni darojnik. Galar. Siyala, Anglami? Ha, bu. Ay. Mashinangiz qayerda? Endi yuradi chempion. Camry. Ya, Camry. D06 ekan. Nechi? D06. D06. Qavatda. Volkswagen'danmisiz? Yo'q. Nechigardi? Qarab. Qara Volkswagen buni tok. Lekin Volkswagen qasini qo'ygan eski mashinani. Qadra. Yomon, logonlar ko'p. Aslida Fiatli. O Fiatli. Fiatli bo'lsin. Ha, do'stlar, ne? O Doniyorga tualetda video oldim, o'zim telefonimda ko'zim qizarib ishib yotibdi. Qo'laganim yo'q. Yonimda bir shunaqa, yonimda bir shunaqa mazza qiladi dedim. Rosa anaqa hasatim keldi. Nima deysiz? Oldim men buni, вообще anaqa qilmadim bunda ham. Qattiq ottirmadim, mashinasi bor lekin. Biling, aka, Amir kor qilaman. Mashina qanaqami? Qanaqami mashinasi? Tok, deep blue. Oq emasmi? Oq mashina yo'q. Yo'q. Oq gummi bor. Ularga mashinasi Turkiyadagi Kecha kechqurun zarakka qo'ydim-ku. Hamma mo'ykalar yopuvdi. Hamma mo'ykalar yopuvdi. O'zani surib keldim. Notmi? Notni so'raysizmi? Mashinasiga o'tirib obzor qilamiz. Orqaga qo'yib beramanmi men? Menda o'rnagan narsalarni. Super. Orqani qattirib qo'yay. Yo, oldiga qo'yaverdim. Mana. Tash qo'yib, qolib o'tay. Hali ichida kerak narsa yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Bo'lmas. Orqa ish yopilyapti-yu. Orqa ish yopilmagan ekan. Ha? Video ham bor. Yo, o'sha video ham bor xohlasiz. Men aldamasam berasiz-ku. Doniyorga ham hozir ish beminchilikka qilmasangiz bo'ldi. Ish urinyapti. Mashina yoqish kerak-da bularchi. Oho, tablo. Mandorizan ko'ta-ku. Xo'p, nima qilaman? Da. Biz zavtrak keldik. Biz Jizzaxga keldik deb eshitdim. Galata Samsayga, Galata portga keldik. Galata Port, mana Galata Port, Istanbul. Mastercard shipping order. Yeah. Of course. Eng zo'ri bu sohil bo'yida ekan. Sovuqligini, вообще sovuq. Lekin hozir atmosferani ko'rasizlar, atmosfera. Ko'payish bilan. Burga yeyizam zavtrakka ertalabdan Turkiyaga kelib. Namda sport anaqalariga aytasizki, hayot nomazam kelayapti. Narsa sovuqligini va mana. To'g'ri, bittara. To'xtang. Men ko'rsaman, to'xtang. Yo, sen yurma, olaman. Ha. Fox olasizmi otini? Fox qanday oladi? Iltimos oladimi o'zi? Ha. Nima qilsa oladi? Iltimos oladi. Iltimos Fox ol. Voy, quyoshi.
Xullas, biz hozir Galata portga keldik. Bilan ovoz normal eshitilayotganmikan? Eshitiladimi? Galata portdamiz, zavtrga keldik. Bu yoqda anu saltabe bor, brat. No, avtoritet bo'lgan deyishyapti, endi bilmadim. Montajni kesib chiqishsam, kesib o'tgan joylaring. Kesasan? Kesaman. Qarasa sho'rda o'tirishibdi. O'chiring, rasmga oling, mana o'pdi, rasmga olib qo'yman. Qanaqasi o'chiradi? Qizili bosadimi? Avgustda zavtrga keldik biz. Son baroq qilsam bo'larkan. Zavtrga keldik. Mana bitta dengiz ko'rishi mumkin. Qo'ling yuvib kelmaysanmi? Qo'lim sizdan toza bo'lsa kerak, mana yo'q. Shuncha narsa olib tashlading. Bu ham to'g'ri dedi. Do'stlar, juda ham qiyin bo'ldi. O'zi bo'lmadi. Ko'rib turganlardek mana qo'limizdan kelganini qildik. Ko'p narsa qoldi. Endi choy Qaynamay so'ragan. choy kayfini qo'yamiz. Choy ichib o'tirimiz mazza qilib. Shunaqa, olayman. Mana qarab. Ko'ngil na qahva istar, na qahvaxona, qahva bahona, didor g'aribat. Ko'rsyapman. Ko'rs. Surkak deysizlar qo'lga. Quyoshdan boshqa hech narsa ko'rmayapti, ha? Voy, ne страницасına? Ateli keladi, o'ta ateli borda. Fayzullo. Chirog'im yo'q-ku. Men qattiq yoqishni bilaman. Chirog'im yo'q, qancha. Zarar qilgan. Xonamiz bor ekan. Xo'roz yo'q. Ha, chiroq yo'q-ku. Chiroq yo'q. Endi svet hozir. Spichka yoqing. Hozir yoqaman. Mana. Atelimiz. Vrojdan tomoyotama qaldingmi? Katta jamon yotaman. Ha, xo'p. Bitta atmosferani ko'ring. Ha, tushunarli. Burada hiçbir şey yok. Ya, hiçbir şey yok. Ama İffatli xona. İffatlimi? İffatli kelib. Nima? Cho'tki. Hozir ham Istanbuldaman va bu video 3 qismga bo'linadi. Ya'ni hozirgi vlog va bundan keyingi qismida men seriallar, taniqli seriallardagi o'sha real hayotdagi joyga borib ko'rdim. Albatta, keyingi qismida o'shani ko'rsanglar bo'ladi. Uning uchun bu videoga maksimal like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va 3-qismi ham sizlarga juda ham qiziq bo'ladi. 3-qismini esa 2-qism oxirida aytib boraman. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha. Hozir o'zi Karasevda Komolliga ekanmiz va hozir biza qahva ichamiz. Emmini qahvaxonasiga ekanmiz-da. Men choy. Sağ olun.